Agar Alloh taolo Qur'oni Karimni nozil qilmaganida va insoniyatga hech qanday hujjat tushirmaganda, illo faqat mana shu surani tushirganda, bu butun maxluqotga kifoya qilgan bo'lardi ekan. Bu gapni Imom Shofiy rahimahulloh aytishadi. Bu Asr surasi. Alloh taolo marhamat qiladi. Val asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu va amilus solihat va tavasaw bil haqqi va tavasaw bis sabr. Ya'ni Alloh taolo asrga qasam ichib aytayaptiki, insonning hamma narsasi ziyonda. Bizni mol dunyoyimiz, kiyim-kechagimiz, qo'l-oyog'imiz, oilamiz, yaqinlarimiz, yeb ichganimiz, hamma narsamiz ziyonda. Alhamdulillah, Alloh taolo oyatni davomini nozil qilib, insoniyatni zarardan qutulishi uchun yechimni ham beryapti. Ya'ni illallazina amanu va amilus solihat. Illo iymon keltirganlar, solih amal qilganlar, va tavasaw bil haqqi, bir-birlarini haq yo'lga chaqirganlar, va tavasaw bis sabr, va bir-birlarini sabrga chaqirganlar bundan mustasnodir. O'zimizni mana shu ikki dunyodagi zarardan qutqarish uchun Alloh taolo buyurgan mana shu 4 ta amalga mahkam bo'lishimiz kerak. Iymon keltirdikmi, ilm olishimiz kerak. Amalga kelganda sustlashmasligimiz kerak, amal qilishimiz kerak. Atrofimizda harom ishlarni ko'ryapmiz, munkar ishlarni ko'ryapmiz. Kichik gunoh qilayotgan birodarlarni ko'ryapmizmi? Ularni da'vat qilishimiz kerak. Chunki Alloh va Rasuli shunga buyuryapti. Ilmim hali yetarli emas, hali tayyor emasman deyish kerak emas. Alloh taologa chindan iymon keltirib, amallarni to'liq bajarib, sinov kelganda ham sabr qilamiz. Inshaalloh mana shu 4 ta amalga mahkam turadigan bo'lsak, Alloh taoloning izni bilan bu dunyoyu u dunyoyimizda biz yaxshilikka erishamiz. Assalomu alaykum.